Nega birda uxlaysiz? Uyqum kelmaydi. Boshingizdagi gipofizga rahmingiz kelmaydimi? Miyada gipofiz degan bez bor. Uni biz zavod deb olsak agar, u zavodda 6 ta gormon ishlab chiqariladi. Lekin u bez siz kechqurun uxlaganingizda ishga tushadi. Ya'ni soat 10 dan 2 gacha ishlaydi. Uni ichidan chiqayotgan 6 ta gormon sizni organizmingizni, butun organizmingiz sog'lig'ini garovi. O'shaning uchun bekorga aytilmagan. Bu narsa Qur'onda ham keltirilgan. Bu narsa sog'liqda zamonaviy meditsinada ham bor. Ya'ni soat 10 dan yotish, 2 gacha tiniq uyquda bo'lishimiz kerak biza. Xohlang 2 dan keyin turib telefoningizni o'ynang, lekin 10 dan 2 gacha siz uyquda bo'ling, gipofiz ishlashi uchun. Nimaga hozir gipofiz adenomalari ko'payib ketgan? Nimaga hozir gormonal buzilishlar ko'payib ketgan? Nimaga hozir kortizol oshib ketyapti hammada, prolaktin oshib ketyapti? Chunki kechqurungi uyqu yo'q. Kechqurun biz telefon o'ynaymiz, Instagramga kiramiz, qarabsizki, aynan o'sha zavod ishlayotgan paytda siz uyg'oq o'tirasiz. O'shaning uchun kechqurungi uyquni albatta me'yoriga solish kerak. Soat 10 da yotib, 11 da chuqur uyquda bo'lishimiz kerak.